24800 km masofa bosib o'tgan, O'zbekistonda sanoqli bo'lgan Shooting Brake versiyasidagi Genesis G70 avtomobili A-bozor premiumda sotuvda. Avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 252 ta ot kuchiga ega. Holati a'lo darajada, kraska top-toza, faqatgina mana shu kapot hamda qanot ustida daraxtni tagida turgani uchun qushlarning ishlar bajarilgan, lekin uni ham ketkazish imkoni bor. Zo'r holatda ko'rib turganimizdek universal kuzov va bu kuzovdagi G70larni O'zbekistonda uchratish juda ham qiyin. Ichki qismlari a'lo darajada to'liq jigarrang charm bilan qoplangan interyer. Old o'rindiqlar elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish funksiyalari bor va hattoki orqa o'rindiqlarda ham isitish funksiyasi bor. 2 zonali klimat kontrol, adaptiv kruiz kontrol, Distronic 360 gradus kamera, undan tashqari panorama tom va juda ham ko'p boshqa qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega avtomobil. Ushbu avtomobilimizning narxi esa 38 ming dollar. Avtomobil bilan batafsil yaqinroq tanishish uchun A-bozor premiumga tashrif buyuring yoki quyida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.